Hurmatli o'zbekistonliklar, mana Krasnodar o'lkasi Timashevskiy rayonidan shaxsiy fermer xo'jaligimizdan qisqagina intervyu beryapman. Mana shu yerga Alekseyevich Novini ikkamiz. Mana ko'ryapsizlar, Alekseyevich Novin mana shu yerda 200 gektar. 200 gektar mana g'allalarimiz. Ko'ryapsizlar. Alekseyevich 200 gektar bu tarafida. Endi mana bu tarafida Bizosov 100 bor. Ahmad navlari bu yerda ham 200 gektar, jami 400 gektar. Mana agar kimga super elita navini ikkamiz, elitni sort. Marhamat, agar kimga bug'doy kerak bo'lsa, kesin olib ketsin. Bir oydan keyin urushni boshlaymiz. Promay polyadan eksport qilishimiz mumkin O'zbekistonga. 400 gektar mana shu yerda 3 xil navimiz bor. Biz hozir shulardan hammasidan o'rtacha 80 sentrdan hosil kutyapmiz. 80 sentr mutaxassislar kelib 80 sentr hosil bor deydi.